Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda jiddiy mavzu haqida gaplashamiz. Mana shu yaqin orada bo'lib o'tgan voqea bu. Men o'shani aytib bermoqchiman va o'shani orqasidan xato ishga yo'l qo'yib qo'ymanglar. Bunaqa noto'g'ri yo'ldan nima deydi, yurmanglar degan ma'noda bitta video qilishga qaror qildim. Xullas 1-2 kun oldin menga bitta bola yozyapti. Aka, bitta iltimos bor, deyapti. Ha, nima gap desam, o'sha bu nima qilgan? Xullas sizga aytadigan bo'lsam, monetizatsiyasi bor tayyor kanal olganda o'shanga faxsh videolar tayyorlab, faxsh rasmlar tayyorlab, faxsh videolar tayyorlab yuklaydigan bo'lgan. Haqiqatan kanal yaxshi ko'rilgan deydi, endi o'zini aytishi bo'yicha. Daromadlari ham zo'r bo'lgan, boshqa bo'lgan. Har o'sha faxshga ochiqdan ochiq faxsh video qo'ymagan u, lekin 70-80% o'sha faxshga targ'ib qiluvchi kontentlar tayyorlab kanal yurgizgan. Xullas qanaqadir orada video qo'yganmi, nimadir qo'ygan. O'sha videolar orasida kanalga jalba tushgan. Kanalga jalba tushib, monetizatsiya to'xtab qolgan. Endi menga aytayaptiki, aka, ancha katta pul taklif qilyapti menga. Misol uchun mana shu pulni beraman, mana shu kanalimni to'g'rilab bering, o'sha monetizatsiyasini vastanavit qilib bering deyapti. Buni ishni qilsa bo'ladi, qo'limdan keladi, lekin men mana shu ishni hayotda hech qachon qilmayman. Bunaqa narsalar qilishni hech kimga tavsiya ham bermayman. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha bilan gaplashyapman-da, siz nimaga bunaqa qilyapsiz? Hammamiz misol uchun alhamdulillah musulmonmiz, bunaqa ishlar qilmang desam, ekan men deyapti, shunaqa pulga zarurmanki, hozir ancha-muncha summani aytayapti. Endi mana shu summani deydi, qisqa muddatda topishim kerak. Shunga deydi, men majbur bo'ldim. Bu monetizatsiyasi bor kanalni ham pulini sal keyinroq berishga olganman. Hozir mana shunda ishlab 2-3 oy ishlayman-da, o'sha qarzimni to'lagandan keyin deydi, qarzim bor deyapti. O'sha qarzimni to'lagandan keyin to'xtataman albatta deyapti. Misol uchun men aytayapman, ha, mayli, qarzingiz bo'lsa, boshqa pul hozir hammaga zarur. Misol uchun kimga kerak emas? Hozir hammaga kerak. Misol uchun kimdir mashina olmoqchi, kimdir uy olmoqchi, kimdir kasal nima deydi, davolatishga kerak, shifoxonaga, boshqaga. Hammaga zarur. Qilaman desa, har xil yo'llar bor, yomon yo'llar. Men aytayapman, aka, yomon yo'lda yurmang, bunaqa ishlarni qilmang. Bu kanalingizni ham, o'xshim, ichidagi videolarni ham o'chirib yuboring, o'zi kanalingizni ham o'chirib yuboring. Xudo xolasa bir yaxshi yo'lda, nima deydi, pokiza yo'lda yuradigan bo'lsangiz, albatta o'zi sizga rizqingizni yetkazadi Alloh taolo desam. Bu deb o'sha ish qilib meni gapimga ko'nmadi. Shuning uchun men hozir mana videolarimni ancha-muncha inson ko'radi. Mayli 100 ta ko'rar, mayli 50 ta ko'rar, mayli 20 ta odam ko'rar. O'sha insonlarga bu yerda albatta qizlarimiz ham bor, men videolarimni ko'radigan ayol qizlar. Men ulardan avvalambor kechirim so'rayman. Kechirasizlar bunaqa mavzuda gaplashayotganim uchun, lekin mana shuni aytmaydigan bo'lsam, mana shunaqa insonlar ham ko'payapti. Men shundan nima ozgina ko'nglim xijil bo'ldi, to'g'risi. Pul bo'lsa bo'ldi deydiganlar. Nima bo'lsa qilaveraman, lekin pul bo'lsa bo'ldi degan maqsad ortida juda ko'pchilik bolalar ishlayotgan ekan. Bundan juda ham xafa bo'ldim. Buni daragini eshitib qolib. Mana shunaqa vaziyatlar ham bo'lyapti. Iltimos, bunaqa yomon yo'llarga yurmanglar. Hech kim yurmasin. Tavsiya qilinmaydi bu narsalar. Har xil mana pul tikadigan o'yinlar bor. O'shalarga ko'pchilik qiziqib ketyapti, misol uchun. Bu ham yaxshi emas. Yaqinda mana o'zimizda bo'ldi mana shu voqea. O'sha bitta o'yinga pul tikadigan o'yin, juda ham mashhur o'yin. Endi men nomini aytmayman, hamma biladi bu o'yinni. O'shanga pul tikkan 60 million so'm yutqizgan. 60 million so'm yutqizgandan keyin uydagisi, oyisi, dadasi yo'q bo'lgan. O'sha bola mashina kuzov ustasiga shogird bo'lib ishlaydi. Oyisi bergan 25 million so'm qarz olib bergan. O'g'lim mana shuni berib tur, 1-2 oyda beramiz. Ular qanaqadir endi uni qo'rqizgan bo'lsa kerak-da, o'sha pulni bermasang bo'lmaydi deb turib. Olib borib ber degan, oyisi bechora qarz olib bergan 25 millionni olib borib yana o'yinga tikib, yana 90 million yutqizgan. 90 ga 60 150 million pul bo'lgan. Mana shunaqa vaziyatlar ham bo'lyapti-da, misol uchun. Shuning uchun iltimos, hech qachon bunaqa yomon yo'llarga kirib, yomon ishlar qilishni o'ylamanglar avvalambor. Inshaalloh to'g'ri yo'ldan yaxshi, mayli kam bo'lsin,
mayli oz bo'lsin, mayli boshqa bo'lsin, lekin halolidan yaxshi bo'lsin. Daromadlar nima deydi? Ko'ngil xotirjam bo'lsin. Mana shuni orqasidan farzandingizga yetirayotgan noningiz pokiza halol bo'lsin. Shuning uchun iltimos qilaman yana bir bora, agar mana shu mavzuni olib chiqib kimdir ko'ngliga tekkan bo'lsam, kimgadir ozgina xafagarchilik ulashgan bo'lsam, mingdan ming uzr so'rayman. Lekin mana shuni chiqarish ortidan o'ylaymanki, mana shu yo'lga yurmoqchi bo'lib turgan yoki yurib turgan yoki endi qadam qo'ymoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, iltimos bunaqa ishlar qilmanglar. Yaxshi yo'llardan chiroyli natijalar qilish hammaga nima qilsin, nasib qilsin. Bugun aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalarim mana shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.